Bu bolaning pichog'i aql bovar qilmas darajada o'tkir edi. Uning pichog'i bilan hatto temirni ham sariyog'dek kesish mumkin edi. Bu oddiy pichoq emas, balki sehrli pichoq edi. Bir kuni qarichol unga xanjarning teskari tomoni undan ham xavfli ekanini aytib qoldi. Bu gapni eshitgan bola hayratga tushdi va shu zahoti xanjar yordamida istagan joyga olib boruvchi partani ochish mumkinligini bildi. Bir kuni partani yana bir bor sinab ko'rmoqchi bo'ldi. Bu gal Farg'onada joylashgan Golden Sun korxonasiga tushib qoldi. U yerda Farg'onadagi eng yuqori darajadagi texnologiyalar orqali zamonaviy ko'rpa yostiq va pokrivallarni ishlab chiqarilayotganini ko'rdi. Golden Sun'da zamonaviy texnologiyalar yordamida eng sifatli mahsulotlarni ishlab chiqariladi. Undan tashqari Rossiya, Qozog'iston va Qirg'izistonga ham eksport qilar ekan. Eng ajablanarlisi shundaki, bu korxona 2016-yildan beri o'z faoliyatini yuritib kelmoqda. Ularning kelajakdagi maqsadi 5 yil ichida korxonada 1000 dan ziyod hamyurtlarimizni ish bilan ta'minlash ekan. Golden Sun fabrikasiga kelgusi ishlarda omad va muvaffaqiyatlar tilab qolamiz.